Assalomu alaykum aziz bog'bon akalar. Hammalaring yaxshimisizlar? Mana bugun agronom market do'koni yana bog'larga chiqishda davom etdik. Xudo xolasa bugungi kunda Turkiyadan kelgan o'sha biz bilan birga ishlayotgan, hamkorlik ishlayotgan agronomlarimiz gilos bog'larida hozirgi kunda qilinadigan nima deydi, ishlarni yoki tavsiyalarni o'zlariga bir beradi. Abi bu bog'da ne yapmak lazım? Şimdi bu zamanda sıcak çok yüksek, ısı çok fazla artıyor. Gördüğün gibi bütün hasat yapılmış, meyveleri toplamışsın. Seneye verecek olan gözler şimdiden çıkıyor. Bunların sıcaktan korunması lazım. Sıcağa karşı önlem yapman lazım. Eğer sıcağa karşı önlemezsen gelecek yılda ikiz dediğimiz, yani bir tane meyveden iki tane meyve çıkar. Onu siz ne dersiniz bilemiyorum. İkiz meyve çıkar. İkiz meyveyi engellemek için bu tip yerlere sıcaktan dolayı mutlaka sansu topu kullanmanız lazım. Mutlaka kullanmanız lazım. Bog'bon akalar, bu akamiz aytayapti, hozirgi kunda sizlarda issiq juda kuchli bo'lar ekan deyapti. Shuning uchun hozirgi kunda o'sha Sanstop preparatini ishlatishlik kelajakda yoki keyingi yil uchun o'sha gilozlarda qo'shmoq bo'lishligini oldini oladi. Mana shu qattiq issiqlardan yaxshi himoya qiladi. Bundan tashqari Sanstopning tarkibidagi kalsiy bu daraxt uchun vitamin, ya'ni ozuqa sifatida ishlatiladi. Bemalol agronom marketga murojaat qilaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa, doim xizmatdamiz. Rahmat.